Quyidagi misolni ko'rib ketamiz. Bizga abs 3 burchak berilgan va bu misolda burchaklarimiz bor. Burchagimiz 2 marta katta. Tomonlar 5 va 10 aligi bor. Bizdan so'rayaptiki, 20 ko'paytirilgan kosinus ACD burchagi, ya'ni 20 ko'paytiruv kosinus x ni toping degan savol. Xo'p, demak, bu yerda sal belgilash kiritib olamiz. X ni biror 2 alfa burchak deylik. Shunda demak 2x larni o'chiramiz. Mana bu 4 alfa, bu esa 2 alfa burchak bo'ladi. Bu chiziqlar o'tkazganimizda kasrli bo'lmasligi uchun qilindi. Endi mana bu 4 alfa burchakdan A uchidan shunday chiziq chiqazamizki, alfa va 3 alfaga ajratsin. Demak, bu yerda shunday chiziq chiqadiki, mana. Demak, yuqorisiga alfa qolsin, pastiga 3 alfa qolsin. Mana bu 2 alfa bilan alfa yig'indisi tashqi burchakka teng, o'shaning uchun mana bu qismi ham 3 alfa. Xo'p, bu yerda tengyorli 3 burchak paydo bo'lib qoldi. Mana bu 3 burchakka e'tibor beramiz. Burchaklar teng bo'lgandan keyin tengyorli mana bu tomon bilan bu tomonni teng deya olamiz. Mana bu E nuqta bo'la qolsin. Va shartda yana bitta qismi bor edi bizda. AB tomon CD tomonga teng. Jami mana bu uzun AB tomon CD tomonga teng. Misol uchun mana bu x bo'lsa, mana bu ham x deydigan bo'lsak, bu x plus 5a bo'lsa, CD ham x plus 5a bo'lish uchun yuqoriga 5a masofa qoladi. Mana bu qismiga 5a masofa qoldi. Xo'p, endi E nuqtadan AE bilan alfa burchak tashkil qiladigan chiziq o'tkazamiz. Ya'ni mana bu burchak bilan alfa burchak tashkil etsin. Bu F nuqta. Ya'ni bu yerda mana bu ikkita tomon teng bo'ladi va alfa bilan alfaning yig'indisi tashqi burchakka teng. O'shaning uchun mana bu 2 alfa bo'ladi. Yuqoriga e'tibor beradigan bo'lsak, bu tengyorli 3 burchak bo'lib qoldi. Bu qismi ham teng bo'lib qoldi. Ya'ni 5a masofa. Bu qismi ham 5a. 13a dan 5a ni ayiradigan bo'lsak, yuqoriga 8a masofa qoladi. 8a. Bizga mana shu 3 burchak kerak edi, mana tomonlari 5a, 8a 3 burchak. Endi E nuqtadan FC'ga perpendikulyar tushiramiz. Perpendikulyar tushiradigan bo'lsak, tengyorli 3 burchakda balandlik ham, mediana ham bisektrisa bo'ladi. Ya'ni mana bu qismiga 4a, bu qismiga ham 4a masofa qoladi. Bu 8a kerak emas endi. Xo'p, kerakli bo'lgan hamma narsa topildi. Mana bu to'g'ri burchak 3 burchakdan biz bemalol so'ragan kosinusini hisoblay olamiz. Biz x ni 2 alfa deb kiritgandik. Buni joyiga qaytarib x deb yozib qo'ysak ham bo'ladi endi. X yoki 2 alfa, xullas bizga kosinus x ni topish endi muammo emas. Kosinus x barobar 4a ning 5a ga nisbati. Ya'ni 4 taqsim 5. Bizdan 20 ko'paytiruv kosinus x ni so'rayapti. 20 ko'paytiruv 4 taqsim 5. Qisqaradigan bo'lsa, javob 16 chiqar ekan. Demak, shu va shunga o'xshash misollarni yechimini o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta bizni Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Telegram kanalimiz Matematika 1997.